Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 13-may. Biz ochiq maydondamiz. Ochiq maydonga Syngenta kompaniyasining Bazar, Iceberg duragaylari ekilgan. Shu duragayni ko'chatlarni yetishtirgan dehqon va hosilini yetishtirgan dehqonlar bilan ikki og'iz suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmatlillaga hormay. Rahmatlillaga shu ko'chatini yetishtirib bergansiz. Shu ko'chat yetishtirish jarayonlari haqida ikki og'iz gapirsangiz-da, keyin Akmal akam mana shu mevalarni yetishtirganlar haqida ikki og'iz gapirsanglar, dehqonlar uchun manfaatli bo'lardi deb o'ylayotgandik. Ko'chatlarni endi yetishtirish qanaqa shu oddiy kassetida qilganmiz ko'chatlarni. Unga keyin o'sha torf qilingan kassetaligi kerakli oziqalarni ko'chat payti kerakli oziqalarni berganmiz. Ruli Bazar Syngenta kompaniyaning rullari tashlagan paytda 100% ga yaqin chiqqan rullar chiqish hammasi. Keyin bu Akmalga mana ko'chatlarni berdik. Ko'chatlarni ekdi. Xudoga shukr, o'sha ekkan paytida ham ozgina haroratlar sal tushdi, yog'ingarchilik bo'lib haroratlar ozgina tushdi o'sha paytda. Bu lekin bu mana shu joyda ekdi. Ekkandan keyin mana uzishga kelgan hozir sotib o'zi yarmini sotib bo'ldi, yarmini. Yana bu yoqda qolgan bo'lsa, yarmi qoldi. Yana bitta maslahat rahmatliga, ko'chatlarni necha kunlik qilib ekishni maslahat berasiz iceberglarni? Ko'chatlar, karom ko'chatlar, iceberg ko'chatlari hammasi 25 ga 30 kunlik bo'lishi kerak o'zi aslida. Endi bu ko'chatlar o'tib ketganiga 40 ga 45 ga o'tib ketgandan keyin bular ikkinchi hayotga o'tib ketadi. Ya'ni o'sha gullash hayotga o'tib qoladi. Olib yerga ekkandan keyin bular gullash anaqasiga o'tib qoladi. O'shaning ko'chatlarni 25 ga 30 kunlik, hozirgi shu paytda 25 ga 30 kunlik qilib ko'chatlarni ekishimiz kerak. Endi yerga ekilgandan keyin, ko'chatlar yerga ekilgandan keyin bularga albatta kerakli shu suvni vaqtida bersin. Suvdan qoldish kerak emas, chanqatish kerak emas bularni. Qantarish kerak emas. Suv o'z vaqtida berilsa, o'sha o'zi natijadan beradi. Hozir ko'rgan bo'lsak, mana endi bu berilgan joylar haligi to'qayroq joy berganligi, joylar shunaqa joylar ekan, hammadan chiqyapti. Hozir ishlar ko'rgan bo'lsak, birontasi ham hali gullash xususiyati ko'rinmayapti. Shunday hammasida gulkarom anaqasi iceberg karomlar mana yaxshi buni solgan, mana misol joylarga bo'lsak, Yumshoq, yirik bo'lsa ham yumshoqligi yaxshiligi. Akmal aka necha kunda uzib qildingiz? O'sha haqida ham ikki og'iz gapiring. Keyin qanaqa usulda ekdingiz? Arg'idan sug'ardingizmi, kapillikdan o'shalarni? Kapillikdan sug'ardik, men ustozdan ko'chat topib keldik. Men ekmaganman birinchi marta. Birinchi ekishingiz. Ha, ochiq maydonim bo'lgani uchun bo'sh yerim. Shu uylariga borib kelib yurganimda, shunaqa ko'chat bor. Bo'sh joy bo'lsa eksang yaxshi bo'ladi deb Allohga tavakkal ekdik. 70 ga bir qator ekar ekan ko'p dehqonlar. Ha? Xollas 20 ming tub olgan bo'lsam, uni 50 sotikka ekar ekan ular. 20 mingtani 50 sotik, 60 sotikka ekar ekan. Men 30 sotikka ekdim 20 mingtani. Faqat 70 ga ochar olib turib, ustini tirmalab, tekslab, ikki qator ekdim. Shaxmat usulda Kapilning chetiga. Kapilning o'rtaga qo'ydim bir qator. Ha, bo'ldi. Bir qator mana. Endi bu yangicha bo'lib ketdi xullas. Birinchi marta bo'lganiga, lekin o'z natijasini ko'rsatdi. Kelgan klient ham 50-60 sotik yerdagi karomni 30 sotikda yetishtiribsiz, gap yo'q, hammasi kim bir xil bo'pti. Standart a? Nimadan bu? Nima oziqalar berdingiz dedi. Oziqa dedim, ko'p narsa bermadim dedim. 2 marta dedim karbamiddan selitra berdim dedim. Ustidan UCT sepdim dedim. Aminokislota. Nimalarga issiq sovuqqa chidamliligini oshirgani. Keyin bir marta zahar sepdim. Bo'ldi. Ishlov unaqa ko'p bermadim. Bir marta lekin chopdim. Hatta kapini. Keyin fosforni oziqa berdim bir marta 13-13. Uni ham shu boshida berdik. Chopiqdan keyin. Lekin mana ko'ryapsiz, yaxshi bo'lgan. Endi ilk sxemalarda agarda 70 ga aroq ochib ekadigan bo'lsa, 70 ga aroq ochib ekadigan kapilli sistema bo'lmaydigan bo'lsa, buni yarim ko'chat ketadi. Kapilli sistemada 1 gektarga 75 ming 80 mingga yaqin eksiladi kapilli sistema. Endi aroq ochib ekadigan bo'lsa, biz kapilnisi ekadigan bo'lsa, unda yarmi ketadi, 40 mingga ketadi. Demak, biz buni ekkan paytimizda yerdan foydalanamiz, unumli foydalanamiz yerdan, ham keyin suvdan unumli foydalanamiz. Bu ham ishlayotgan paytda mana hozir o'sha kapilni qo'ygan, mana kapilni o'rnatganmiz. O'rnatishga ham ko'chat soni ko'p ketgan. Lekin ko'chat soni ko'p ketgani bilan baribir mana orasida shaxmat qilib ekkan, shu 30 santimetrdan qilib, mana hozir ko'rib turibmiz, hozir o'sha hozir kun issiqda ham bunda unaqa yorilish degan narsa yo'q, lekin sifatli mana iceberg
karom chiqyapti mana. Ya'ni qirchillikda o'sha karomon nomi bekorga qirchilgan karom deb aytilmaydi. Mana hozir ko'rsak sifat. Ichkariga kirib chiqadigan bo'lsak, hammasida shu holat ko'rinadi. Sifatli chiqyapti mana. Standart. Endi mana hozir keyingisi buni tugatish bilan siz uzilish jarayonida gapirlarini bo'lib kelmadingiz-da, yashiklarda ham chiroyli turibdi. 8 qatordan Bir xili. bir xil salafanlarga qilib juda ham chiroyli. Endi hozir ko'p aysberglarni hozir bozorlarda eshityapmiz. İçinden sasib ketyapti deyapti. İçinden sasib ketyapti. Yo'q, u sasishlar masalchi mana hozir ochib tashlagan bo'lsak, biladi. Bunaqa narsalarni Kesib yuborsa ham bo'ladi, ana iloji bo'lsa. Kessa ham bo'ladi, masalchi. Ichini ko'rsataman siz. Ochadigan bo'lsak, biladi, unaqa narsalar ko'rinmayapti, masalchi. Endi mana men aytayotganim, keyin bu aysbazar yaxshi tomoni mana bunaqa haligi yorilishda bo'lmaydi bunda. Keyin kuni siqqan chidamli, yil faslida xolagan paytda ekish mumkin. Faqatgina qishda ekkan paytimizda cho'zilishi mumkin pishish muddati, kun sovuq hisobiga. Keyin ustiga bular ozgina -5, -7, -8 gradus sovuq bo'lgan taqdirda ham o'ziga keladi. Endi mana shuning yerdan unumli foydalanish uchun anaqa yerli bo'sh yerlarimizga shundan eksak bo'ladi. Yil faslini hammasini eksak bo'ladi. Sizning maslahatingiz kapelni qilib ekkan ma'qul. Endi kapelni qilsa ko'proq ketadi. Kapelni ko'proq yutadi ancha dehqonlar. Hozir ko'p joylarda kapelni, lekin bir xil joylarda endi tagiga salafan tortib ekilyapti, tiylarga salafan tortib, ya'ni mulcha qilib ekilyapti. Kuni suvda uni taklif qilmaymiz salafan. Sababi salafan qiziydi. Salafan qizigandan keyin mana bu turgan pastlik baylari qizishi hisobiga sarg'ayishi mumkin bo'ladi. Chunki buni bargi yerda yotadi. Ko'prik ko'rganimizda yerda. Qizishi hisobiga mana pastlik baylar sarg'ayishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun kuni suv paytida biz mulcha qilish qilmaymiz. Mana mart oyida ekilgan bu. O'sha mart oyida ekdi. Mart oyida ekkan bo'lsa, mana hozir uzun qildi. Mana yana ertaga keladi, teradi. Endi bu bozor, bozorda narx-navo deganimiz bozorda xalqlarga u bozor ko'payib ketsa narx arzon bo'ladi. O'sha paytda uni o'zini qoplamas ekan. Lekin mana shu hozir akmallar qaraganlarda ko'rib turibmiz. Hozir yaxshi natijalarni ko'rsatyapti. Xohlagan uz ko'rsak, buni uz ko'rsak, buni uz ko'rsak bo'ladi. Hozir mana bu ham ko'rsa bo'ladi, rahmatulloh aka, 95%, 98% uzilganda qolmagan yerda karam. O'sha buni yutig'i bir tarafdan. Mana endi buni kushandasiga kelamiz. Kushandasi nima? Kushandasi aytadigan bo'lsak, qurtlar. Qurt tushib ketadi, qurtlar. Misol uchun o'sha qurt yeb, keyin undan keyin bu ichidan sasib ketishi mumkin bo'ladi. Eng asosiy kushandasi bu shilliq qurt deymiz. Yerda yuragan hammani bilamiz shilliq qurtni. O'sha shilliq qurt buni ichiga kirib olgandan keyin, ko'rmaymiz buni, bayintidan ko'rmaymiz, ko'zim. Bu ichiga kirib olib shilliq qurt. Keyin sekin buni yegan joylari sasishga o'tadi bu. Ichidan chirishga o'tadi. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Oldin buni ekishdan oldin shilliq qurtga qarshi mana vet aptekada sotadi. O'sha anaqa sepadigan dorisi bor, yerga sepadigan dorisi bor. O'sha dorini yerga sepib qo'ysa, shilliq qurt bir kunning o'zi yo'q ketadi. Shuning uchun uni oldini olib, shu hamma hasharotga oldini olishimiz kerak. Kasal tushmasdan oldin davolaymiz. Endi bunga yana bu mikroelementlar berdi bayda. O'sha kerakli mikroelementlarni anaqa qildi. Hozir yaxshi natijadan olyapti. Mana hozir klientlar o'zi olayotgan ekan. Yomon narsa emas. Sen o'zing nima deysan, klientlar nima deyapti bu fikrga? Xaridorlaringiz nima dedi? Xaridorlar yaxshi, bu mahsulot zo'r deyapti. Ha, eshitishing boya aytgan gapingizga qaraganda xaridorlar o'zi ham shuni urug'idan olib bering degan oddiy dehqonlar bo'libdi sizlarni. Mana shu ayz bozorda ko'pchilik boshida bilmay ekkanimda, ayz bozor ekdingmi? Endi men ekmaganman, birinchi marta mana endi. Keyin nimaga yaxshi sort emasmi desam, gullab ketyapti, rangi och dedi-da. Boshqa navlardan ekishdi, endi boshqa navlardan ham yomonlab qo'ymaydi. To'g'ri. Qaytib men buni ko'rib, yana boshqa joylarda ko'rganda yumshoqligi birinchidan yaxshi ekan buni. Katta yirik bo'lsa ham yumshoq. Aysberg boshqa karamlar qattiqroq bo'lib qolar ekan. Xuddi karam sifatga kirib qolar ekan. Shunday. Aysbergning o'zi yumshoqligi bilan aysberg ekanda. Bunda shu yumshoqligi tarafi yaxshi ekan. Buni keyin bu anaqa mo'rt bo'lsa kerak. Buni keyin yil faslini xolagan paytda ekishimiz mumkin. Mana ertagini chilla kelyapti. Yozi chillalari. Mana hozir bu tugashi bilan keyingi partiya betiga ko'chat ektiramiz yana bundan. Xudo xolasa ekadi. Shuni o'rniga ekamiz. 2 marta ekkandan keyin o'rnini almashtiramiz. Mana shu yozi chillasida ham bu o'zini yaxshi ko'rsatyapti. Yozi chillasida ham kuni suvda ham bunda gullab ketish xususiyatlari yoki boshlansa degan narsalar bunda kuzatilmayapti. Shuning uchun buni 2020-yilda o'sha koronavirus bo'lgan paytda bu ispitani qilgan edik, sinovdan o'tkazgan edik, yaxshi natijalar bergan edik. Ana endi shundan mana biz ham ko'ramiz, mana bu bolaga rahmat deymiz, qaragan aka-uka qarashgan bu joylarni
davlatimiz tomonidan bu joylarga davlatimiz tomonidan 30 sotudan har bitta oila, ya'ni o'sha oilalarga bo'lib bergan 30 sotu shu joydan foydalansin. Bu joyga bergan joylarini bular nasib ekib shunchalik joylarni obod qilishyapti. Mana keyingi tepasalar qurishgan, tepasaga ham ekishgan. Ming rahmat bularni qilayotgan ishiga, mana shunchalik mehnat qilib shuncha narsani chiqarishayotganga. Rahmat. Omad ilan bersin. Rahmat sizlarga kattakon ma'lumotingiz uchun. Rahmat.